Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, aziz kuzatuvchilar. Veterinariya kuxonniy mebelimiz 22 million so'mlik mebelni xudo xolasa narxlarini arzon qilib tashladik. Mebelni o'z bilan tanishtirib o'tamiz. Narxlarni xudo xolasa videoda oxirida aytib o'tamiz. Narxlar ancha arzonlashgan xudo xolasa. Razmeri bu yog'i 3,5 metr, bu yog'i 2,5 metr bo'lgan kuxonniy mebelimiz. Materiallar akrilik material bo'lgan. Ustlari Rossiya stolesnisi, orqalari kafet bo'lgan, fasadlar polniy toza turetskiy akrilik bo'lgan. Mushuklarimiz ham temir ruchka, sinib ketmaydi, uzilib ketmaydi bular. Osha-moshalar ham toza, vakuum osha-moshalardan qo'yilgan. Mana yopilishlarini ham o'zingizlar bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Tortmalarimizga ham shunaqalar ishlatilgan, vakuumlilari. Yopilishlari xudo xolasa zo'r. Endi mebel o'zini bir chekkadan tanishtirib o'tadigan bo'lsam, bu chekkaga final qilganmiz. Shkaf qilib, buning ichiga katta-katta narsalarimiz kirib ketaveradi. Mana chuqurligi 55 bo'ladi. Katta mont qo'sqon, bu yerga gaz ballon qo'ymoqchi bo'lsanglar, gaz ballonlarni ham joylashtirsanglar bo'ladi bemalol. Bu yerda mikroalnovka qo'yganmiz. Mikroalnovkani stolesnisining ustiga emas, mebelni o'ziga osilib turadigan qilib, akkuratni qilib joylashtirib berganmiz. Tepalari ham alohida shkaf. Gaz sentrga joylashtirilib, alohida fason chiqarilgan. Tepalarni ham ko'rsanglar bo'ladi. Shkafdan qochirib, рабочий zona qoldirib turib, pastga kargo joylashtirganmiz. Gaz filtrning yonida kerak bo'ladigan narsa bu. Bu yerda pichoqlar, bu yerda ziravorlar, qoshiq, vilkalar turadi. Gaz filtramiz yuzaki qo'yilgan, tepasiga panel gaz, pastga duxovka joylashtirganmiz. Tepada vichkamiz. Endi komfortga gaz filtr bo'lsa, sizlarda komfortga gaz filtrlarni bemalol joylashtirib beramiz. Rakvina bilan bu yerda ham gaz filtr orasiga рабочий zona qo'yganmiz, bu yerda tortma qilganmiz. Vakuumli bular ham hammasi. Keyin ugolni o'ziga rakvina joylashtirganmiz. Rakvinalarimiz toza rakvina, nejivika qo'yilgan. Endi ko'pchilikda mana shu ugolga to'g'ri keladi rakvina. Sifati behijolat, xudo xolasa eng toza mo'ykadan ashlarimiz. Buni sushulkasini bu yerga qo'yganmiz, tepasiga. Bemalol idishlarni qo'yib, quritib foydalansa bo'ladi. Keyin suv ham mebel oqmaydi bu yerda. Tagida patnos bor, patnos oqadi. To'lganda shunday olib turib, rakvinaga to'karilaveradi. Mana uglovoyimiz ichi ham keng bo'ladi, buning ichi ham ancha katta narsalarga bemalol kirib ketaveradi. Bu yog'imiz polniy рабочий zona bo'lgan. Pastlarida hammasi polka qilingan, bemalol foydalansa bo'ladi. Bu yerga taxtcha qilganmiz. Bu yerda xom joy, ziravorlar, hamma narsasi akkuratni joylashib turadi. Doimiy ishlatilgan narsalar bu yerda turadi. Bu yog'imiz barniy stoyka bo'lgan. Devorlarni 180 chiqarib qilganmiz. Bu yerda mevalar qo'yish uchun suvlar, rumkalar turadi. Alohida bu yerda o'ziga yarasha mebelga chiroyli vid beradi. Endi narxlarga keladigan bo'lsak, bu mebelimizni общий hamma narsa komplekti bilan 22 million so'm aytyaptik, 21 million so'mga beramiz deyaptik. Narxini arzonlashtirilgan holatda 18 million so'mga vodiy ichiga olib borib o'rnatib beramiz. Hamma narsasi komplekt shularning ichida bo'ladi bu narsalar. Agar bu narsalar duxovka, gaz plita, vichka bu narsalar kerak emas, o'zimda bor deydigan bo'lsanglar, bular chiqarib olib qo'ygan holatda mebelni o'zini 13 million so'mga olib borib o'rnatib beramiz. Vodiy ichida qo'qon bo'ladimi, bu yog'i xonobod bo'ladimi, bu yog'i nanaygacha bemalol ochib qo'yib beramiz, aloqaga chiqarasizlar. Endi razmeri bu razmer tushmaydigan odamlarga zakaz asosida tayyorlataman deydigan bo'lsanglar, bularni 1 metrini 2 million 300 ming so'mdan hisoblab tayyorlab beramiz. Bunaqasiga 1 metr balandligi 230 bo'ladi. Shuning ichida kafelar ham ichida bo'ladi, ustida Rossiya stolesnisi bo'ladi. Keyin metrning ichida bu rakvina, tepada idish qurtadigan sushulkasi, shu narsalar ichida bo'ladi komplekt. Bu gaz filtrlarni hali metrning narxini ichida ketmaydi, bu narsalar alohida hisoblanadi. Kimga ma'qul bo'lsa, shu narxda xudo xolasa chiroyli qilib ishlarni bitkazib tayyorlab beramiz. Vodiy ichiga dastlabki ustunovkalarimiz bepul, bemalol aloqaga chiqaverasizlar.